Qara Uyg'urlar. Birinci bölüm. Allah insonni shu qadar aziz yaratgan ekan. Shu jonni azizlamagan bandalarini Allohmo kechirmaydi ekan. Ana qarang. Zolimlarning qilichi ostida qonga milinib yetibmi, ashaddiy dushmaniga bir musht atalmagan yaramas Uyg'urlarning holati Allohning g'azabini qo'zg'atdi. Bir insonning nomiga dog' selishdan boshqaga yaramaydigan diasporadagi lalma Uyg'urlarning hozirgidek jirginishlik holatiga o'zimi ishonmay qolgan yaratquchi bu ishni boshqa bir yo'l bilan sinab beqishni loyiq tepibdi. Chunki Allohmi o'zining Uyg'urlarni bu qadar yaramas yaratib qolganligiga hayrona ekan. Afrikaning janubida yashaydigan bir kichik qabila bor bo'lib, Yovalar deb ataladi ekan. Aholisi taxminan 300 ming atrofida bo'lib, zamonning ushqandek taraqqiy qilganiga baxmay, yanala qo'llariga nayza ori elib, o'rmon jangallarda ovlash bilan jon boqadi ekan. Hatto zamonga loyiq kiyinishni ham bilmaydi ekan. Birli yeri qaloq bo'lsa-mu jasur, hur yashaydi ekan. Alloh ana shu qabila orqali Uyg'urlarni bir sinab ko'rmoqchi bo'ldi. Va hozir Uyg'urning beshiga kelayotgan kulfatlarni to'liqi bilan Yovalarning qalbiga sapdi. Ajoyib ish. Ovdan herib kelib, nayza orlarini quchoqlab uxlab qolgan Yovalar ertasi birdilla Uyg'ur bo'lib uyg'onibdi. Alloh karomat. Ular tünügün keşilla otqaş atrofida usul o'ynab naqshi aytib, o'zlarining o'ljilardan toza huzur elib, tatliqqina uxlab qolgan ekan. Mana bugun xuddi yuraklari mixliq zanjirlarda mujilgandek, inson qabul qilolmag'idek bir eg'ir azobda uyg'onibdi. Atrofni shig'izori besibdi. Ba'zilarining yurak azobidan jon berganligi ma'lum bo'ldi. Uyg'urning yuzlarcha yillardan beri chekayotgan inson qabul qilolmag'idek azoblari azaldan hur yashab kelgan bu qabiladagilarning tomurlariga singdirilgach, ular tuyuqsiz kelgan bu hisdan nafas ololmayli qoldi. Qaysinglar ba? Kapsidan chachrab chiqqan qabila beshi atrofga qarab g'azab bilan vaqirabdi. Uning shir kabi guykirishi hammaning diqqatini tortibdi va asta-asta uning atrofiga jam bo'ldi. Mushavirlar darhol jam bo'lsin. Jiddiy muzokaramiz bor, debdi u. Mushavirlar jam bo'ldi. Kechidan hech uxlay olmadim. Osmon o'rilib ustimga tushdi. Nafas ololmay jon bergili tos qoptiman. Attigan qarsam atrofni jig'izora va musibat besibdi. Darhol chorasini qilishimiz kerak, deb xitob qildi qabila beshi. Bu ahvol hammamizda ko'rildi bosh, debdi bosh mushavir. Biz Uyg'urlarga kelayotgan zulm agar yana mushu ravishda davom qilsa, hammamizning nafsimiz bo'g'ilib o'lib ketishimiz muqarrar. Yovalar bosh mushavirning og'zidan biz Uyg'urlar degan so'z shu qadar tabiiy va ravon chiqibdiki, Allohning karomati bilan hammaydan boshlanish deb uning so'ziga qo'shilganligini bildiribdi. Darhol bir chorasini qilishimiz kerak. O'limni kutib yetish bizdek bir jasur millatga yarashmaydi, deb xitob qildi qabila beshi. Muzokaralar uzun davom qildi.
bütün dünyadaki Uyg'urlarning ahvoli atrofli tahlil qilinibdi. Bizning masalamiz oldi bilan o'zimizdagi yaramaslikdandir, deb xulosa so'z qilibdi bosh mushavir. Dushmanni bir yoqqa qayirib qo'yib, bir-birimizga nayzi bo'lib sanjilayversak, bizning tarix sahnidan yo'qolishimiz muqarrardir. Buningdagi asosli sabablarning biri dushmanning oramizga o'z ishlarini bosh qilib tiqib, kuchimizni bo'lib, har kunimizni bir-birimizni talash bilan o'tkazadigan holga akilib qo'yganida, debdi bir oqsoqol mushavir. Yevropa, Amerika, O'rta Osiyo va Turkiyadagi Uyg'urlarimiz qulluq idisiga ko'nib qolgan. Ularni oldimoq to'limi oson. Xitoy bir ishtini Uyg'ur qahramoni qilib tasvirlab tillab qo'ysalar, boshlarini yerga urib sajda qilishga orolli turadi. Muhimi, atalmış yetakchilarning millatga ochiq-oshkor osiylik qilayotganini ko'rib turibmi, hech nima ko'rmagandek beshini ichiga tiqib, lalmishdek yashayverdi. Ulardan qandaqmi umid kutgili bo'lsin? To'g'ri, debdi yana bir mushavir bo'g'iq ovozda. Suv bechidan loy bo'lg'ach, millatimiz yo'qolish yo'lida un-tinsiz davom qilmoqda. Tarixdan takrorlanib kelayotgan ahmoqona xatoliklarga xotima bermay turib, dodlashib ketgan Uyg'ur ideyasida bir farqirash hosil qilmay turib, insoniyat madaniyatiga shonliq to'kpalarni qo'shgan ulug' millatimizni halokat girdovidan qutuldirg'ili bo'lmaydi. Buning uchun biz Uyg'urning to'mirida o'lgan O'g'uzxon ruhini qayta jonlantirib, g'aflat bosgan bu millatni jiddiy uyg'otishimiz kerak. Hamma degidek mush ohangda fikr bayon qilishibdi. Xulosa so'zi yana qabila beshiga keldi. Bugun yaxshi fikrlar berildi. Hozir quruq nazariya vaqti emas. G'aflat bosgan, yuraksiz qolgan, yaramaslar orasidan dahi izlab, har kunini turli guruhlarda quruq sapsat setish bilan o'tkazayotgan millatimizning yaramas holatiga uzil-kesil xotima berishimiz kerak. Bo'lmasa, Uyg'urlik nomimizga, jumladan insonlik sifatimizga haqorat qilgan bo'lamiz. Buning uchun jiddiy harakatga o'tishimiz kerak. Bu yangidan Uyg'ur bo'lib to'ralgan jasur qora Uyg'urlar 2 kunlik jiddiy munozirdan keyin tuvandagidek qaror elibdi. Birinchi, millatni qaymoqtirib, tuyuq yo'lga boshlab jon beqiyotgan Vankati boshliq mal'unlardan eng az 5 munofiqni darhol o'ltirish lozim. Bo'lmasa, ozg'an millat ana shu lalmonlarning og'ziga qarab o'z halokatiga yo'lni davom qiladi. Ikkinchi, munofiqlar yog'ishtirilgandan keyin darhol bir milliy markazni shakllantirish va milliy mustaqillikni birdan-bir nishon qilib, xalqaroning qo'llashini jiddiy qo'lga keltirish lozim. Bu Xitoy nejislari dunyoning dushmaniga aylangan bugungi kunda tamamen mümkün bir iş. Üçüncü, Uyg'urlar orasida Xitoy oshiqligiga qat'iy xotima berish kerak. Kimdi-kim yana Xitoyni ulug'lasa, Xitoydan ayrilolmaslik ideyasini targ'ib qilsa, hech ikkilanmasdan uzoq turish lozim. To'rtinchi, har bir Uyg'urni safarbar qilib, dunyoning hamma yerida lalmishdek so'qildab yurgan Xitoy amaldorlariga ajallik zarba berish kerak. Xitoyning eng qo'rqadigini mana mushudir. O'z onang va singlingga haqorat qilgan nejis Xitoyga ajallik zarba bera olsang, ondan inson sanalasan. 5. Bir Xitoyning burnini qanatmay turib, nomimiz terrorist. Mantining pulini, mantini yeb, ondan to'lash kerak.
milliy ozodlik uchun qo'lidan Kalashnikovni tushirmay turibmi, Nobel tinchlik mukofoti olgan donliq terrorist Yasir Arafatni ulgu elishimiz kerak. Xitoydan qonga qon, jonga jon elishimiz kerak. Ishonimizki, dunyo haqqoniyat tarafdadir. Va hokazolar, va hokazolar. Qora Uyg'urlar jiddiy harakatga o'tibdi.